Bugungi kunda viloyatimizda 265 yo'nalishda 2694 ta jamoat transport vositasi va 14858 ta yo'nalishsiz taksilar aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Yangi avtobuslarning olib kelinishi mavjud transport parkining yangilanishi hisobiga joriy yilning birinchi yarim yilligida viloyatimizda transport xizmatlari hajmi 2 trillion 562 milliard so'mga yetdi. Oldindagi rejalar esa bu ko'rsatkichlarni yanada oshirish, xizmat sifatini tubdan yaxshilashni ko'zda tutadi. Xo'sh, buning uchun nimalar qilish kerak? Viloyat transport boshqarmasida o'tkazilgan seminar yig'ilishida shular haqida so'z yuritildi. Seminarga yo'lovchi tashuvchi korxonalar rahbarlari, haydovchi transport xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislar taklif etildi. Qayd etilishicha, joriy yilda aholining jamoat transportidan foydalanish darajasi o'rtacha 26% dan 38% ga yetkazildi. Hamda avtobuslar oraliq intervali 2 barobarga, ya'ni 10-15 daqiqadan 5-8 daqiqaga qisqartirildi. Biroq ko'rsatilayotgan xizmatlarni bundan-da yaxshilash mumkin. Tadbirda ana shular haqida so'z yuritildi. Jamoat transport tizimini yangilash, yo'lovchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini oshirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. Avtobuslarning kundalik yo'nalishlarga chiqarilishi, qatnovlar uzluksizligini ta'minlash, harakat tarkiblarining texnik va sanitar holatini nazorat qilish va yo'lovchilarga sifatli xizmat ko'rsatishni tashkil etish borasidagi tajribalar o'rganildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 7-avgustdagi 501-sonli qaroriga muvofiq Vazirlar Mahkamasining yo'nalishlarni biriktirish bo'yicha ochiq tenderlarni elektron tarzda tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar yuzasidan ma'lumotlar berildi tadbirkorlarga. Ochiq tenderlarni o'tkazishda tadbirkorlarga qulaylik yaratish maqsadida inson omilini minimallashtirish, ya'ni yo'lovchilar hayotini xavfsizligini ta'minlash shulardan iborat. Bu yig'ilishimizda tadbirkorlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga yetarlicha javoblar oldi. Ushbu chora-tadbirlar aholining jamoat transportida harakatlanishini osonlashtirish, transport xizmatlarining sifatini oshirishda hamda xavfsiz, zamonaviy va barqaror qatnov tizimini yaratishga xizmat qiladi.